Diqqat qiling, xavfli tryuk. Buni qaytarishga urinmang. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda hozir bizda 20 taliga 5 li latok, 9 qalinligi, 0.9 qalinligi metal va buni ustiga sekin chiqamiz. O'rtaga boramiz. Mana oraliq masofamiz qotirgan joylarimizdan keyin 1,5 metr, 1,5 metr oraliqda 110 kg ves meniki. 110 kg vesi bemalol ko'tarib turibdi. Bu juda ham xavfli, chunki oyog'imning tagida katta kuchlanish hozir bu yerda bor. Mana shuni bemalol turibdi. Mana kabeldan tashqari, mana ham qo'shimchasiga ko'tarib turibdi. Quyosh panellaridan chiqadigan solar kabellarini himoya qilish kerak. Nimadan himoya qilamiz? Tashqi omillardan, quyoshdan tashqari, unda bizda fiziki повреждение degan narsa bor. Ustiga nimadir bosib qolishi, ezilishi yoki nimadir bo'lishi. O'sha uchun albatta siz latoklardan foydalanishingiz kerak. Latok foydalanganda ham albatta siz otsinkovka latoklardan foydalanishingiz kerak. Nimaga? Agar siz kraska latok qo'ygan bo'lsangiz, u ham 1-2 yilda kraskasi ko'chib, chirishni boshlaydi. Bu chirgan bo'ladigan bo'lsa, u kabelga ta'sir qilishi bor. Agar sizda otsinkovka latoklari bo'ladigan bo'lsa, u sizga uzoq yillar davomida xizmat qilib keladi. Aynan shu latoklarimiz ham bizlarga qishni ham, yozni ham, boshqasini ham ko'rgan, ancha bo'ldi qo'yganimizga, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'z xususiyatini yo'qotmagan holatda hali ham turibdi. Agar sizga shunaqa mahsulotlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, latoklar ham, profillar ham Nura Stilda mavjud. Bu videoni sifatli mahsulotlar qidirayotganlar uchun jo'natib qo'yamiz.